bir Soyuz mezgilinde asfalt bo'lgan. Ungacha ko'rdinglar. Asha hech qachon bo'lmagan asfalt. Только ямочный ремонт shunday bo'lib yurgan. Ana hozir yangi правительство, yangi prezidentlar bo'lib, не только bir Jalolobodda ham o'nglatadi. Bu ko'chani ham mana ko'rib turibsizlar, o'nglatib, yangidan asfalt qilib, yangi suvlar kelib, hammasi yaxshi bo'lib o'tadi. Odalov ko'cha bo'yicha uzunligi 420, 5 metr asfalt, ikki chekasida 1,5 metrdan obochinasi bor. O'shaning 6 metr asfalt yer bo'ladi. Бұл көчөнүн асфальт болгон 2017-жылы болгон. Ошондон бери жамап жасоо иштери жүрүп, ошондон бери иш жүргөн эмес. Азыркы учурда жол башкармалыгы тарабынан сплошной асфальт жүрүп жатат.